Salom hammaga, sizlar bilan Grant Franklin. Bugun sizlar bilan qurolga litsenziya olamiz. Uning uchun birinchi navbatda navigatordan davlat tashkilotlari va hukumatni tanlab olamiz va hukumat binosiga kiramiz. Bolalar, men bu qurol olish uchun sizlarga pasport terminlar kerak bo'ladi va medkarta sog'lomligi kerak bo'ladi va 25 ming o'yin valyutasi kerak bo'ladi sizlarga. Shu narsalarni tayyorlab keyin boringlar. Keyin darajalaring 5 leveldan baland bo'lishinglar kerak. Mana assalomu alaykum deb yozamiz va qurolga litsenziya kerak deymiz. Qurolga litsenziya kerak. Keyin bizlarga savol beradi, pasport deb va birinchi navbatda pasport cho'ntagimda, eventda pasport cho'ntagimda nuqta qo'yamiz va pasport deganda bosh harfi katta P bo'lishi kerak. Mana keyingi harakatda yozamiz. Eventni ustiga bitta bosib, harakatni ustiga bossak, cho'ntagimdan pasportni oldim deb yozamiz. Bunga hech qanaqa nuqta ham, katta harf ham shart emas. Mana keyin pasport qo'lda, katta bu oxirgi nuqta. Pasportni to'g'rimdagi odamga uzatdim deb yozamiz va men bu xodimga, hokimiyat xodimga pasportni beramiz. Mana kelyapti. Ustiga bosib turamiz va boshqa narsa bosilgan. Ustiga bosib turamiz va hujjatlarni ustiga bosib pasport berishni bosamiz va beramiz. Keyin bizdan men bu qurolga litsenziya nima uchun kerakligini so'raydi. Shularga javob beramiz. Qurol nimaga kerak deyapti? Bu savolga biz ishga kirishim uchun deb javob beramiz. Shunda to'g'ri bo'ladi. Ishga kirishim uchun. Mana qurolni qayerda saqlaysiz deydi. U savolga biz uyimdagi seyfda deb javob beramiz. Mana qurolni qayerda saqlaysiz deyapti. Uyimdagi seyfda deb yozamiz. Bolalar, bu pasport berish degan gaplarni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanali esa video opsiyasida bo'ladi. O'tib qo'yamiz. Mana hozir yaxshi yuring deyapti. Ketidan boramiz endi. Mana bolalar, bo'ldi, biz endi qurolga litsenziya olamiz. Keyin xohlaganingizcha qurolni otishingiz mumkin sotib olib. Shu bilan bolalar, videomiz yakunlandi. Keyingi video qanaqa mavzuda chiqsin, kommentariyaga yozib qo'yamiz. Like'larni bosinglar. Hammaga omad.